Tushda uzum ko'rishning ta'birlari. Tushda uzum ko'rish halol rizqqa ishoradir. Uzum ko'rish doimiy mol-ko'lchilik demakdir. Uzum mavsumida uzum ko'rish arzonchilikka ishora hisoblanadi. Boshqa paytda ko'rilgan uzum shoshilinch yaxshilikka, ba'zida harom molga yo'yiladi. Uzum ko'rishni notinchlik deb ta'birlovchilar ham bor. Qora uzum xafagarchilik, uzum mavsumidan boshqa paytda ko'rilgan uzum kasallikdir. Ishkomdagi uzum xavotir, qo'rquvga ishora hisoblanadi. Oq uzum ko'rish yaxshilik va shifo deb ta'bir qilinadi. Hazrati Doniyolning aytishlaricha, qora uzumni o'z vaqtida yeyish g'am-qayg'u bo'ladi, bevaqt yesa vahima va qo'rqinchdir. Ta'birchilarning aytishlaricha, yegan har bir donasi barobarida tayoq yoki qamchi yeydi. Oq uzumni o'z vaqtida yesa, umid qilmagan tomonidan yetadigan yaxshilik va dunyo bo'ladi. Bevaqt yeyilgan bo'lsa, tush egasining og'zidan chiqadigan suv bo'lib, u molning ketishiga dalolat qiladi. Qizil uzum ham shunday dalilga ega. Ibn Sirinning aytishicha, oq uzum o'z vaqtida yeyilsa, ozgina foydaga dalil bo'ladi. Terisi qalin bo'lgan har qanday uzum qiyinchilik bilan qo'lga kiradigan mol bo'ladi. Terisi yupqa uzum halol molga dalil bo'ladi. Suvi xira uzum harom molga ishora bo'ladi. Ko'rinishi qizil uzum izzat va obro'ga. Qora ko'rinishga ega uzum esa g'am-anduhga dalil bo'ladi. Shirin va toza bo'lgan har qanday uzum dunyo va sharafga dalil bo'ladi. Izzat oshadi. Agar jomda uzum uzayotganini ko'rsa, bir ulug' ayolning xizmatini qilishga, kosada uzum uzayotganini ko'rsa, bir xasis odamning xizmatini qilishga dalildir. Uzum uzayotganini va shirasini xumlarga joylayotganini ko'rsa, podshoh orqali ko'p mol dunyo topishiga dalildir. Agar uzumni ahli ayoli bilan shira siqadigan idishda ezayotganini ko'rsa, unga va ayoliga podshoh xizmatidan manfaat yetadi. Hazrat Sodiqning marhamat qilishlaricha, qora va oq uzum o'z vaqtida va bevaqt yeyilsa, 3 narsani bildiradi: yaxshi farzandni, faroiz ilmni, halol molni.